Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yil 20-yanvarda Samarqand yaqinidagi Siyob volosining Baxshitepa qishlog'ida Imom Xatib Behbudxo'ja Solixxo'ja o'g'li xonadonida tug'ilgan. Otasi Ahmad Yassaviy avlodidan. Otasining buvasi Niyozxo'janing asli kelib chiqishi urganchlik bo'lib, Samarqandga 18-asr oxirida Amir Shohmurod hukmdorlik davrida ko'chib kelgan. 1868-yilda rus askarlari Samarqandga bostirib kirgandan keyin otasi Behbudxo'ja oilasini olib Baxshitepa qishlog'iga ko'chib o'tgan va shu qishloqda imomlik qilgan. Behbudiyning onasi esa muftiy Odil Mansur o'g'lining singlisi bo'lgan. Behbudiy dastlab otasidan Qur'on ilmini o'rgangan. Keyinchalik 6-7 yoshlarida tog'asi Muhammad Sidiq qo'lida o'qib savod chiqargan. 15 yoshida boshqa bir tog'asi Mulla Odil o'zi mudarrislik qilgan. Behbudiylar oilasi ma'rifatparvar va ziyoli bo'lgan. 2 singlisi ham o'qib tahsil olgan, Qur'onni yaxshi bilgan. Katta singlisi Xurrunso Qori begim unvoniga ega bo'lgan. 1893-yilda onasi, 94-yilda otasi vafot etgan. Behbudiyning 1899-900-yillarda buxorolik do'sti Hoji Baqo bilan birga Makka va Madina haj safariga otlangan. Shu sababli Rossiya, Arabiston, Misr, Turkiyani kezib chiqqan. Safar jarayonida sayohatning har qanday turi poyezd, kema, otda va piyoda yurib dunyo kezgan. Sayohat davomida yangi maktab ochish fikri mustahkamlanib bordi. 1914-yili 2-marta haj safari chog'ida Shom, Quddus, Odessa, Istanbul va boshqa shaharlarni kezgan. O'z sayohati davridagi xotiralarini Samarqandda nashr etilayotgan Oyna jurnalining tahririyatiga yuborib turgan. Behbudiyning yurt obodligi yo'lida boshqargan ijodiy ishlaridan biri Behbudiy kutubxonasi tashkil etilishi bo'lgan. Behbudiy birinchilardan bo'lib Samarqandda kutubxona faoliyatini yo'lga qo'ygan. Samarqand hokimining rasmiy ruxsati bilan ushbu kutubxona yangi rastrada ochilgan. 27 bobdan iborat bo'lgan dastur kutubxonaning barcha rasmiy masalalarini belgilab bergan. Kutubxonaga yillik a'zolik badali 3 so'mni tashkil etgan. Kutubxonadagi kitoblar fondi dastlab 200, keyinroq 225 jildga yetgan. Kunda 24 soat davomida ishlagan. Ochilishdan 7 oy o'tib, a'zolar soni 125 kishiga yetgan. 1919-yilda favqulodda komissiya ayg'oqchilari ko'magi bilan Shahrisabz bekligiga Mahmudxo'ja Behbudiy va hamrohlari Muhammadquli O'rinboyev, Mardonquli Shommuhammedovlar qo'lga olingan. Taxminan 2 oycha vaqt o'tib, Qarshiga olib kelinib, zindonga tashlangan. Qarshi begi Tog'aybekning buyrug'i bilan bir necha kundan keyin Nuriddinxo'ja Og'aliq Ahmadxo'ja o'g'li tomonidan zindon yaqinida joylashgan podsholik chorbog'ida dafn ettirilgan.